Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar? Charchamasdan. Mana yangi partiya jo'jalarimiz tayyor bo'ldi. Andijon qora tovuqlarini bir oylik bo'lib qolgan mana partiyasi. Bular makion. Sotiladi o'rtoqlar. Kimga qiziq bo'lsa, so'raganlar bo'lsa, tovuq qilaman deganlarga makion ajratib tashlagan. Ichida bitta ikkita xo'roz chiqadi xolos. Narxlari 28 ming so'mdan. Nima sababdan 28 ming o'rtoqlar? Hozir tushuntirib beraman. Manzilimiz Namanganda Mingbulog'ida, Jamashuyda. Kelib olib ketishingiz mumkin. Kelishilgan holda dastavkalar ham bor, misol uchun yetkazib beriladi. Kimdir ko'proq oladigan bo'lsa, albatta yetkazib beramiz. Yetib borganda tirigiga, ya'ni yo'lda o'lib qoldi yoki shunaqasiga emas, faqat tirigiga pul berasizlar o'rtoqlar. Ular makion bo'lganligi uchun biroz narxi qolganlarga nisbatan 2-3 ming qimmatga o'xshaydi. Sababi tovuq boqaman deganlar hammasi makion xohlaydi. Shuning uchun bular makion jo'jalarni ajratib boqqanmiz. 3 xil turdagi vaksinasini qilganmiz. Ya'ni u qaysi vaksinalar? Marik, keyin brutalniy virusga qarshi va chuma deymiz-ku o'zimizda. O'shanga qarshi vaksinalari ham qilingan. Uchala vaksinasini qilingan. Shu sababdan bularni hozir tashqariga chiqarib bemalol boqaverasiz. Ya'ni kunlarimiz isib qolgan, bemalol tashqarilarga chiqarib boqsangiz bo'ladigan variantlaridan. Hozircha 2000 ta oshiq bor mana, kimga kerak bo'ladigan bo'lsa. Ko'z tegmasin, zo'r katta bo'lishdi. Telefon raqamlarimiz ekranda chiqib turibdi. Bularga nima berib boqamiz? Bular hozir butun makka yeya olmaydi o'rtoqlar. Bug'doy yeyishi mumkin. Lekin maydalab bersangiz, tavsiya qilardik maydalab berishda. Sababi maydalab bersangiz bularga yuqishi yaxshi bo'ladi. Ya'ni hazm jarayoni yengil bo'ladi-da. O'sha bergan donangizni 50% misol uchun hazm bo'ladigan bo'lsa, agar maydalab bersangiz, o'sha narsa 70% ga ko'tariladi-da. Sizga barakalliroq bo'ladi donlaringiz ham. Makkani maydasi, bug'doyda maydasi yoki o'sha jo'jani doni deb tayyor qilib qo'ygan bo'lsa, shunaqalar bilan boqsangiz bo'ladi. Kombikorimlardan qo'shib bersangiz bo'ladi. Lekin biz shu paytgacha bo'lgan vitamin, mineral hammasini berganmiz. Ya'ni sizga borgandan keyin xudo xohlasa hech qanday muammosi bo'lmaydi. Jo'jalar sog'lom yuradi. Chunki berayotganlarimizda yaxshi katta bo'layotgan, ko'z tegmasin. Biznes qilaman, boqaman deganlarga mana shu variantini tavsiya qilgan bo'lardim. Sababi boqib yurganlar biladi. Albatta tuxum yo'nalishida bo'lganligi uchun bu jo'jalarimiz, ya'ni ser tuxum bo'lganligi uchun qishda ham, yozda ham tug'oradi to'xtamasdan. Juda yaxshi tug'adi. Tuxumga zo'r. Hozir olganingizdan keyin 3,5-4 oyda yaxshi boqsangiz tuxumga kiradi bemalol bu jo'jalarimiz. Hop, ay ushlolmadim, deb ko'rsatib beraman. Shu tuxumga zo'r bular o'rtoqlar. O'sha Andijon qora tovuqlarining jo'jalari. Ekranda raqamlar turibdi, aloqaga chiqaverasiz bemalol. Qo'shimcha ma'lumotlar bo'lsa aytamiz, so'rasangiz. Videoni o'sha parandachilik qilmoqchi bo'lganlarga jo'natib qo'yaverasizlar. Bittadan like bosish ham esingizdan chiqmasin.